Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhininki Halifeler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarning 44. halifesi El-Mutevekkil alallah degan halifeninki hayatı bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam 763 yıldan Hicriye 808 yıla kadar ondaqda 45 yıl halife bo'lgan. İsmi Muhammed ibn Mu'tazid, kunyasi Abu Abdullah. Bu keyingi davrdagi davr xalifelerininki dadisi, atısı boladı. Bu adam dadisi o'lib ketgandan keyin dadisining valiahdi qilib bekitish sababidan xalifa bo'lgan. Bu hokimiyatga chiqqan vaqti 763 yili Jumadil iyda. Bu adamning zamoni 45 yil davomlashgan bo'lib, bu oraliqda necha qatam g'ulab tushgan va turmaga ilingan. Biz buning bayonini biz keyingi bosqichlarda to'xtalib o'tamiz. Nurg'un bolaları bu adam bu. Aytilishicha bu adamniki tug'ilgan va tushib ketgan bolalar bo'lib, o'z bola topgan ekan. Keyin o'lib ketgan vaqtida nurg'un o'g'il, nurg'un qizlar qilib qolgan. Bu bolalarning ichida 5 aylan xalifa bo'lgan. Bunda avval tarixda mislsiz. Birinchisi mesela Mustayin Abbas, Mu'tazid Davud, Mustakfi Sulaymon, Qoim Hamza, Mustanjid Yusuf qatorliq mushu 5 bola mush adamning o'g'illari bo'lib keyin xalifa bo'lgan. Buning bolalaridan hozir Musa ismli birisi bor. Bu İbrahim Mustafiga bek o'xshaydi. İbrahim Mustafi biz darsdan sal beshtaroq o'tgan bir xalifa. Hozir Abbasilardan bar bo'lgan mushu jamiyatdagi kishilarning ko'pinchisi mushu mutawakkil xalifaninki avlodidir. Alloh bularning sonini davomli ko'paytib bersin. Allah bularning muddat zamonini uzoq qilsin. Allah bularga har vaqt yordamchi bo'lsin. Bu adamning zamonida yuz bergan hadislardan 764-yili Sultan Mansur Muhammad g'ulab tushirilib, buning o'rniga Shaban ibn Husayn ibn Nasir Muhammad ibn Qalavun, yani bu Muhammad ibn Qalavun degan mashhur Mamlukilar sultonining nevrisi bo'ldi. Bu sultan bo'lgan. Buni Ashraf, Sultan Ashraf deb nom berilgan. Bu davrda yuz bergan hadislardan Payg'ambar alayhisolatu vasallamning avlodlari, ya'ni ashraflarning sallilariga yeshil belgi taqash hodisi yuz bergan. 773 yil bo'lgan vaqtida ashraflar sallilariga yeshil belgi taqson degan yorliq tushirilgan. Ya'ni bu avval yangidan shakllangan. Bu sultanning amri bilan alohida gavdlik uqtirilgan avval bo'lib, bu tarixdagi yuz bergan tunji avval. Bu haqda Abu Abdullah ibn Jabir al-A'ma degan grammatikashunos ulamo, ya'ni Alfiya nomli kitobning avtori o'z A'ma bo'lsin qalbi nayt yo'riq adam. Bu adam mushtaq degan. Payg'ambar bolalariga qildi alomat. Bu alomat bo'lmagan mashhur burun. Payg'ambar nuri ularning nur va chehrada, yuz chehrada bu yeshil belga çanıdır deydi. Bu payg'ambarlik nubuvvat oldida. Demakchi bo'lgan Rasulullahning bolalarida bu Rasulullahning payg'ambarlik nurva bir oilada bu yeshil chiroyli bunda sallilarni qilib qo'ysang, yana bu çanıdı degan. Bular hatto yani mundaq she'rlarni bu davrda o'ttirib qo'ygan. Yipektim boğan. Bularning tacilari yeşil rahvilar bilan o'ralgan edi ashraflarning. Sultan Ashraf bularni sharaflantirgan nomida bularni yeşil belgi taqanlarda xos umumlashtirdi bularga nisbatan boshqa xalqlardan alohida farqli yasun deb. Bu mu ba'zi shoirlar bu qilmishni kuylagan, ba'zi shoirlar bu qilmishni yoqtirmagan. Hamda zolim To'mirlangning ishlarining boshlanishi yoki zolim To'mirlangning maydonga kelishi, mushu yili zolim To'mirlang dunyo shaharlarni, qishloqlarni xarob qilib, nurg'un odamlarni o'ldirib, siyosiy sahnaga chiqishga boshladi. Bu yerda, yer sharida nurg'un buzuqchiliklar bilan azvaylab haddidan oshgan bo'lib,
ta 807 yılı Şaban ayının 17'si çarşamba günde ölgenge kadar muş yaman işler bilen şugullandı. Allah'ın lanet bolsun dedi Celaleddin Suyuti. Celaleddin Suyuti tömürlerini qattiq yaqtırmaydı, hatta zindiq degan. Hatta Arap tarixçilari bu adamni Şiat deb mundaq sifatlanimi bergan. Hatta bu vaqtda mundaq mazmunlar deyilgan. Tatarlar, yani aynı vaqtdagi Chingizxonlar, Moğollar tömürlarning qilgan ishini ko'rib qolsa, bizdiq bir ish qilmabdiq, sening ishing haqiqatda eg'ir ekan degan bo'ladi deydi. Buning kulib turgan qushi mo shumloq degan. Hamda ba'zi qushlar masalan bir xil shumloq holatda nima sayraydi. Bunun alıqı külüp doğan kuşu degende alıq bulbuldek sayrap icilip götken kuşudu mu yamanlık ba demekçi. Xuddi bu nemek oxşaydı o degende bunun çapından peştigip ketsi mi ziyan yetudu degen mezmundirak bir gap hemde. Tömürlerin asli kelip çıkışı dehqan ballardan bulup bu oğurluq bilen bulançılık bilen şoğullangan. Ken sultanninki atvaqidigan bir miraxurninki xizmetini qilib ken bu adam ölüp ketkendikin atbaqa bo'lgan. Keyin muşta ölep dercis eşip ahire muşu makamga yetken. Çünkü bu Çağataylar Sultanı'nın naibi bolup algan. Çağatay Sultanı vaqtida bir qo'chaq, ameliyatda muş Tömürlen başqurdu. Hatta Tömürlen Çağatay ailesinden öğlengen. Hem Tömürlen'ninki zini fakat İslam dünyası, Arap dünyası emas, bizimki hazırki Uyghur diyarıgımı nurgun zulümler bolgan. 5 qitim, hatta ba'zan 7 qitim deydi Uyghur diyarıgı besip bergen. Aş Almalı hazırki Qorg'asdagi G'uljidagi cho'ng ordini, Qutlug' Temurxonniki, Tug'luq Temurxonniki ordusini köydirib etken, ta Samarqandgacha bo'lgan ordu saroylarini köydirgan, Qashqarni vayron qilgan. Buning zini bütün Türk dünyası ve İslam dünyası aynı vaqtida ağır talafetga uçurgan bunun sebebidir. Hatta ba'zanlar shundaq degan Tömürlen qachon siyosiy sahnaga chiqib buzuqchiliklar bilan shug'ullangan, qaysi yil edi desa, bu azob yil edi degan. Bu yana mo'lchar. Hayvonlar yili bilan ataydigan bir mo'lchar. Bu 773 yili azob yili ekanda, bu arablarniki azob yili, mesela kalıcı yili, at yili deganga o'xshash ataydi ekanda bularni. 775 yili bo'lgan vaqtida Ramazon oyida Sultan Hazratlarining huzurida qal'ada Buxoriy sharifni o'qish ishi boshlandi. Zeynuddin Iroqiy rahmatullohi alayh dastlabda Buxoriyni o'qiydiganga tayinlangan bo'lib, keyin Shihobuddin O'ryanini buningga sherik qilib qo'ydi. Bir kun Iroqiy, bir kun O'ryani o'qiydigan qilib belgilangan edi dedi. Bu ayni vaqtida zalim bo'lgan taqdirdimi musulmon podsholar, ya'ni bularning diniy kimligi Qur'ondan, hadisdan davomli o'ziniki kimligini betib turadi. Ma'lum darajada zalim bo'lsa-mu, lekin kofirning qo'rchiq emasdi-da. Ammo Buxoriy bizningki diyorlarimizda uzun mezgil shu so'pilar bizni vayron qilgandan keyin Buxoriy sharifni o'qish masalasi biroz chekingan. Buxoriy hatta o'qilmaydigan, buning tarjimasi qilinmaydigan holat shakllangan. Buning sharhisini yoki bu hadisningki ma'nosini payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning faqat sahobalar biladi. Bizdek ojiz bandalar buning ma'nosini yetishmaymiz deydigan yomon safsatalar o'ttirg'i chiqilib, Buxoriy tarjim qilinmagan, faqat iborat o'qiladigan holat shakllangan. Buni o'qigan vaqtida bunda o'g'nish shaklda emas, suv kelmagan vaqtida eriq o'stan daryolarning bo'yiga chiqib qon qilib Aşad Buxara şerifni o'qiydi, iboratni faqat keyin duo qilib qaytib keldi. Mush Hindistonning Dubandida o'qigan Mavlaviylar Buxoriy, Mushkat, olti hadis kitoblarini bu yerda ko'p o'qiydi Dubandida. O'qib kelgandan keyin andan bizning diyorlarimizda qaytadan hadis ilmi jonlanishga boshlagan. Hijriya 777-yil bo'lgan vaqtida Damashqda tuxumning bahasi qattiq o'rlab ketgan bo'lib, bir dona tuxumning bahasi 3 dirhamga sotilgan. Ayni vaqtida 60 dirham pul 1 dinarga to'g'ri keladi. Mush hisoblagan vaqtida masalan hozir 30 dona tuxum bir taxsi bo'ladi.
30 dana tuxum mundaqda bir tilladın jiq degan bo'ladi. Bir tilladın jiq. Bu bir tilla degan taxminan 4 gramga teng oltin, 4 gramga teng. Sultan Ashraf boyning o'ltirilish voqeasi. Hijriya 778-yil bo'lgan vaqtida Ashraf Shobon o'ltirilib, o'g'li Alini sulton qilib belgilashdi. Buni Mansur Sultan Mansur deb laqab bergan. Chunki Ashraf boy hajga chiqqan bo'lib, xalifa, qozi, amirlar hammasi birga chiqqan. Biroq amirlar buningga putlukashang bo'lib, buning ishlarini toza qolaylashtirmay, buning qiyinchilik tug'dirganda darhol Qoiraga Ashraf boy qochib kelib, xalifami qolgan davlat arkonlari bilan tang qochib kelgan. Bular xalifin sulton bo'lsa, dizgan bo'lsa, sulton unmagan. Esat agar xalifa sulton bo'lgan bo'lsa, ham xilofat, ham saltanat tang qo'lida bo'lgan bo'lsa, balkim islom dunyosi qaytadan jonlansa kerak. Ahir amal bo'lmay Sultan Ashrafning o'g'li Alini sulton qilgan. Ashraf yo'shirinib olgan bo'lsa-mu, ahir buni tutib chiqib, Zilqada aydab buni bo'g'ib o'ltirgan. Hijriya 778-yil bo'lgan vaqtida oy va quyosh teng tutilgan. Oy Şaban ayının 14 tutilgan bo'lsa, quyosh 28 tutilgan. Demak, bir vaqtda bir oyning va quyoshninki teng tutilmoqi tas. Endi bu vaqtda xalifa mutawakkilni g'ulab tushiritish va uni qayta xalifa qilish voqeasi. Hijriya 779-yili bo'lgan vaqtida Rabiul Avval ayının 4-ida Atabek Oyinbek Badari askarlardan mundaq talabni o'ttirib qo'ydi. Biz Zakariya ibn İbrahim Mustamsikni, bu qadimki xalifa hokim bi Amrillahning nevrisi bo'ldi çevirse, biz mushni bir xalifa qilsak deb buningga to'llarni yepib buni xalifa qildi. Lekin bu xilofat buningga nisbatan ilib bitgan vaqtida bay'atsiz, ittifoqsiz, ya'ni oldidagi xalifadek bunday hashamatsiz holatda ham xalifa bo'lib qoldi. Buni Musta'sim billah deb nom bergan edi. Hatta mutawakkil qo'sqa chiqishni shu Bayatın Oynibek shu avvallarni mutawakkilniki qo'sqa chiqishni o'rinlashtirdi-da. Chunki bu mutawakkillik bu odam 3. Ashraf o'ltirilgan vaqtida ba'zi bir qism avvallar yuz bergan. Balkim Ashrafning o'limiga xalifa norozi bo'lgan bo'lishi mumkin, vallohu alam. Lekin mutawakkil chiqib, ya'ni keyinlar men o'ziga qaytib keldi. Şu ayının 20'si xilofatga qaytadan o'ltadi bu odam. Musta'simni elib tashib etdi. Demak, Musta'simning xilofat bo'lgan zamoni faqat 15 kun. Mutawakkil Misrda tug'an xalifalarning 6-chisi. Bag'dod xilofati o'zib qolgandan keyin Misrda qaytadan xilofat o'rnatilganda, undaqda bu 6-xalifa, ammo umumiy jihatdan 44-xalifa. Bu yerdagi g'ulab tushib ketish voqeasimi dastlabki qoidaga ko'ra shakllangan. U qoida nima degan vaqtida har bir 6-xalifa ya o'ltirildi ya g'ulab tushdi. Bu shundoq bir ajoyib bir avval tarixdagi har qanday 6-xalifa ya o'ltirildi ya g'ulab tushdi. Mana mushumi 6-xalifa bo'lg'achqa shunga g'ulab tushgan bo'lishi mumkin deyilgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.